Bugun sizlarga Andijondagi 24/7 ko'chasida joylashgan, ishlashga tayyor jihozlangan biznes do'konini ko'rsataman. Qani ketdik. Sizlarni do'konimizdagi jihozlar bilan tanishtiraman. Turkiyada ishlab chiqarilgan lokma apparatimiz, bu yoqda pitsa pechimiz joylashtirilgan hamda xolodilnigimiz joylashtirilgan. 24 talik konditsionerimiz ham bor va qolgan apparatlarimiz kassaviy apparatlarimiz joylashtirilgan, ishlash uchun tayyor bo'lib turgan biznes akalar. Bu yerda biliniy apparatimiz, fonli apparatimiz hamda bergeyskiy vaqtli apparatimiz bor. Minisovka, morozilniy xolodilnigimiz joylashtirilgan va bu yoqda ham minisovka, morozilniy xolodilnigimiz bor. Ishqalab chiqaradigan apparatimiz ham bor. Bu yoqda ikkita blenderimiz joylashtirilgan. Yana qo'shimchasiga 43 dyuymli televizorimizdan 4 dona bor. Ushbu stol stulumizdan esa 5 komplekt qo'shib beriladi. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalari bilan birgalikda siz azizlarga topshiriladi. Yana qo'shimchasiga 2019-yilda ishlab chiqarilgan marojna frezer apparati hamda sharikli marojnalar uchun vitrinli xolodilnigi. Undan tashqari mebel barcha jihozlari bilan birgalikda siz azizlarga topshiriladi. Narxini 15 ming deyotgan joydan savdolashib yurib, sizlar uchun 14 ming dollarga kelishtirib qo'ydim. Bosib oladigan joyi eslatib uchun aytib o'taman, joyi ijarada. Alohida bonuslari ham bor, bosib oladigan joyi. Endi biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, juda ham idealniy variantda. Aloqa uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumot olasiz.